Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kanalimizda yangi bo'lsanizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Mana Gurlan vokzalini yaqindan ko'rib ko'rmaya keldik, ham sizlarga ham ko'rsatamiz deb. Yana Gurlan vokzali xudo xolasa sentyabrda ishga tushadi deydi. Yana shu akamiz ham shu yerda ishlaydi ekan. Men mashina bilan o'tirgan ekan, ishni boshlayman deb. O traktorda haydaydi ekan, o sari traktorda. Yani şu Zafer akamiz ham şurada ishlaydi ekan. Xolman aka. Ha, bor oğlum. Sizlar bo'yatib qo'yib. Endi xudo xolasa sentyabrda tushadi bir ham. Sentyabrda. Bo'ladi xudo xolasa. Ochilish marosimidan bir nasib etsa kelarmiz. Qo'l tishanda biz ham o'zimizning ishimiz borda. Bu o'zimizning qizig'ish bu. Bloger emas, qizig'ish hobbi hisobi. Yani shuning uchun chiroyli yangi shunday qurilishlarni, bog'larni tushiramiz-da biz. Sizning otingiz Zafer ham? Bu sari traktorda haydaysizmi? Ha, bo'ladi. Şuradan kep poyez to'xtaydi ana şurada. Xudo xolasa sentyabr oylarida ishga tushadi deyotir. Şuradan poyezga minib ketaveramiz. Bu yoqqa Rossiyaga, bu yoqqa Toshkentga.
Assalomu alaykum. Yaxshi olsun. Olsun olsun. Shuga bizga videoga tushish uchun ruxsat berganingiz uchun rahmat, katta rahmat. Xudo xolasa Gurlan xalqini, Gurlan elini bir niyatlaringiz bo'lsa bildirib bering. Ne şu Gürlenli halkına yangi vokzal kurulup bitkazib ishga tushish arafasida bu Xudo xolasa Gurlanga bir ko'rk buyog'i obro'y. Avon. Nerga boramiz deb Rossiyaga ketamiz, buyog'i O'zbekiston bo'ylab, buyog'idan O'zbekiston bo'ylab ketamiz, buyog'i Rossiyaga ketamiz. Nim yaxshi bo'ldi bu. Bir kun bo'lmasa bir kun shu yurib ketadi hamma uchun. Xudo xolasa. Qulaylik bu hammaga da elimiz uchun. Endi Xudo xolasa qachon ochilish marosimi taxminan bilasizmi? Taxminan bilmay shu 1-2 oydan ichida bo'lib qoladi xullas. Shu mustaqillikqa bo'laroq Xudo xolasa. Nasib etsa. Bayramga qilaroq. Ha, shunga bo'lib qoladi. Ana unda Xudo xolasa hurmatli obunachilar, sizlarga ham mana o'zimizning Gurlanning vokzalini Xudo xolasa ko'rsataman deb edim, ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa ishga tushib ketsa shu yerdan kirib, bu yoqqa Rossiyaga, bu yoqqa O'zbekiston bo'ylab poyezdga minib ketaveramiz. Xudo xolasa. Esa sog' bo'linglar. Kimda-kim kanalimizda yangi bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlarga rahmat sizga ham. Tamam bo'ldi. Rahmat.